Assalomu alaykum mingbosh janoblar. Va alaykum assalom. Keling. Kech bo'lganda bir yo'qlay debsiz-da, ha? Ota bola bir dardlashaylik debsizlar-da. Dardlashish qayoqda? Men dalada bola karmanada ishda bo'lib, oddiy diydor ham g'animat bo'lib qoldi-ku. O'g'lingiz ancha zukko bola chiqdi. To'g'ri. Ha, ish qilib omadini bersin. Odamlar uni aql va zakovatiga yaxshi baho beryapti. To'g'ri. Ha, olmani tagiga olma tushadi-da. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Yomon ko'zlardan Alloh o'zi asrasin. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom o'g'lim. Xush kelibsan o'g'lim. Qani o'tir. Ilohim tana sog'lik, xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Haftani o'rtasida uydan xabar olyapsan, tinchlikmi? Mahalla etagida yashovchi Abdurazoq muallimni kimdir uyida pichoqlab ketibdi, ota. Attan. 3 kun bo'ldi-yu, kerosin do'koni oldida ko'rgan. Yangi maktabda ishlayapman degan. Boyaqish qancha mashaqqatlar bilan Ozarbayjon Tataristonga taqsim olib kelgan. Hakim qozi yangi maktab ochganda ishga taklif etgan. Hayronman, ota. Muschadek beozor odamga kim ham bu qadar g'anim bo'lgan ekan, ha? Xanim hozir bitta. U ham bo'lsa millat fidoyilarini ko'ra olmaydigan hukumat. Ayniqsa Bolshovoy deganlari siyosatga aralashgandan buyon imperator odamlarga hisobga tushgan. O'zimizga surgun qilingan urushlar ham Bolshovoylar tarafga o'tib ketayotganimiz. Hozir bulardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Qilg'ilikni o'zlari qilib, bir ham qishlog'imizni yelkasiga yuklashadi tamom. Ota, odamlarimizni hushyor torttirishimiz kerak. Toki hukumat kishilarini hiylalariga uchmasinlar. To'g'ri aytasan, o'g'lim, to'g'ri aytasan. Shoshilib kelganimning sababi bir nozik narsani aniqlamoqchi bo'lib turgandim. Marhamat o'g'lim, o'qimishli farzandni otasiga beradigan savoli ham no'g'ri bo'lmasa kerak. Kecha Karmana begi bir suhbatda Katta Qo'rg'ondagi voqealardan xabaringiz bormi deb qoldi. Nima gap deb so'rasam, ayg'oqchilardan eshitib qoldim.
hukumatda otangiz ustidan gap bo'lib tur dedi. Qo'ynaqo'y u kishini ishdan olishgan dedi. Ertalab ishxonaga bir ko'rindim-u, onamni bahona qilib bu yerga yugurib kelaverdim. Ota, ish qilib sizga gap tekkani yo'qmi? O'g'lim, men sha'nimga, kasbimga dog' tushiradigan ish qilmadim. Uyez boshqarmasida tilmoch bo'lib ishlaganimda ham, bulislikda ham birovdan dakki eshitmaganman. Hukumatning menga ochiqchasiga da'vosi yo'q, o'g'lim. Unda nega mingboshilikdan bo'shatishdi? Tag'in hukumat idorasiga kelmaslikni tayinlashdi. Bu gap men uchun xavotirli, ota. Badriddin, endi sen yosh bola emassan. Maktabni eskichada ham, yangichada ham tugatdi. Demoqchimanki, zamonda ro'y berayotgan nozik narsalarni anglashga aqling yetadi. Men seni Karmanaga, do'stim huzuriga bejizga jo'natmadim. U sendagi g'ayratni, shijoatni bosiqlik bilan tarbiyalaydi. Senga ikkinchi gapim shuki, Chor hukumati boshida jadidlarni qo'llagan. Ammo bolshevoylar boshqa ish qilyapti. Ular mendan xaslashganning sababi ham jadidlar davrasida. Nazarimda ular xalqimizni ilmli, ma'rifatli bo'lishini istashmayapti. Maktablarimizdan ham qadriyatlarimiz to'g'risidagi fanlarni olib tashlashdi, o'g'lim. Ana shunday paytlarda Karmana begi senga qanday yo'l ko'rsatishni yaxshi biladi. Unga quloq sol. Karmana-yu Samarqandda ham ilmli ziyolilarga hujum, tazyiq boshlangan. Toshkent va Farg'onadan keladigan jadidlar yo'lini to'sishga intilish bor, ota. Demak, Chor hukumatiga qarshi kurashda ular bizdan foydalanib qolishdi. Muxtoriyat harakati boshlangandan buyon bolshevoylar shoshib qolishdi. Ana shu harakatlarda o'zingni ehtiyot qil. Hamma davrada ham hamma narsani gapiraverma. Mohiyatni anglamasdan yashash millat inqirozi bilan barobardir. Ayniqsa sen va men. Endi Karmanaga ishingga bor. Bu yerga kelganingni bilishmagani ma'qul. Xotin, o'g'ling ishga borishi kerak. Xo'p, hozir men sen yaxshi ko'rgan ovqatlarni qilib qo'yaman, hozir boraman. Juna!
Sizmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Badriddin Sharif. Omonmisiz ustoz? Rahmat. Bu yerda ko'riladigan masalam bor. Biroto'la siz bilan bir gaplashib olaylik. O'zim ham sizni ko'rish, maslahatingizni olish niyatida edim. Juda yaxshi. Qani marhamat. Xo'p. Adxonbek, Eshitaman. idora binosi oldida mashinalar turmasin. Mehmonlar kelsa, orqa eshikdan olib kel. Soat ham 5 dan oshibdi. Xodimlarga ruxsat bering. Xo'p bo'ladi. Oliy sud prokurori qani? Gapiring qani? Ishlar qani? Adashmasam, o'g'lingizni Qozonga o'qitish niyatingiz bor edi-a? Ha, shunday ustoz. Ha, yaxshi. O'g'lim Qozon universitetida fizika bo'yicha o'qiyapti. Juda yaxshi. Oxirgi kursini Moskvada tugatish niyatida. Aha. Juda yaxshi. Shunaqa. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Va alaykum assalom. Qani marhamat. Sizlar meni eng ishongan odamlarim. Xalq, millat taqdiriga befarq bo'lmaganlaring va bilim va malakalaring borligi uchun men sizlarni taniyman. Rahmat o'rtoqlar. Sizni uyaltirib qo'ymaymiz. Shunday. Gap shundaki, Turkistonga markazdan Ginsburg degan ashaddiy millatchi, poraxo'r, maishatboz maxsus topshiriq bilan yuborildi. Hozirda u O'zbekiston Xalq komissarligi muhim ishlar tergovchisi sifatida ish olib boryapti. Maskovdagi tanishlarimning aytishlariga qaraganda, u yaqinda Maskovdan mahalliy ziyolilar, xususan adliya sohasida ishlovchilarning shoxini qayirib qo'yish vazifasini olgan. Turkiston muxtoriyati harakati boshlanganidan beri bolsheviklarning paytavasiga qurt tushib qoldi. Ular hatto bu yo'lda o'z hamkorlari, eserlarni ham chetlab qo'yishdi. Ha, bu yerda bir gap bor. Buxoro sudining raisi aytishicha, hukumat, militsiya, suddagi odamlarimiz, prokurorlarimizni ham ustidan turli xil bo'xton xatlar uyushtira boshlashgan. Samarqandda ham shu gap. Mahalliy gazetalarga nazorat kuchaygan. Shuroi inqilob jamiyati a'zolarining to'planishlariga qarshilik katta. Faqat Mahmud Xo'ja Behbudiy salohiyatigina ularga ishonch bag'ishlab turibdi. Bu holning bo'lishi tabiiy. Moskva Turkiston muxtoriyatiga tish tirnog'i bilan qarshi turibdi. Faqat bu qarashni ochiq aytmayapti. Ular millat rahbarlari, ziyolilari obro'sini to'kish va shu orqali muxtoriyatni boshqara olmaydi degan fikrni tarqatmoqchi. Ustoz, men bir narsaga hayron qolyapman. Aslida bizga ishchi dehqonlarni umumiy ishlarini nazorat qilish, qonunni buzuvchi yoki suiiste'mol qiluvchi bilan qonun doirasida kurashish, shu orqali xo'jalik ishlarini nazorat qilish yuklatilgan. Ammo bularni hammasi qog'ozda qolib ketyapti. Elga sal tanilgan ilmli ziyolilarni aksil inqilobchi, vatan xoini degan tamg'a bilan javobgarlikka tortish bilan shug'ullanishyapti. Nima? Bu ahvolga biz jim qarab turishimiz kerakmi? Bir narsani hech qachon esdan chiqarmang. Hozirda dunyo miqyosida va mamlakat ichida bo'layotgan urush va nizolarning hammasi yashirincha, pinhona. Bunday paytda nihoyatda ehtiyotkorlik va ustalik bilan ish tutmoq lozim. Eng muhim, kasbga, xalqqa xiyonat qilmang. Yana bir gap. Hozirda Turkistonda chet el ayg'oqchilari izg'ib yurishibdi. Ularning siyosiy o'yinlariga mayil bildirmanglar. Siyosatda do'st bo'lmaydi. Ginsburg. O'sha muttaham
o'zbek savdoda qorako'l savdosi bilan shug'ullangan Sharifboy Zokirboyev ishi bahonasida shu ishga aloqador barcha soliqchi, tergovchi, sudyalar ustidan material to'playapti. Ustoz, avvalo hukumatning o'zi xususiy savdoni cheklash bahonasida minglab boylarni xonavayron qildi. Ko'plab xususiy do'konlar yopildi. Ularning ko'pchiligi bizdagi teri va qorako'lni chetga olib chiqib sotayotgan edi. Zokirboyev masalasiga kelsak, u London birjasida qorako'l pavilyonini ochishga erishgan. Men Buxoro okrugi sudi raisligi chog'imda prokuror bilan halol, nufuzli komissiya tuzganmiz. Ana o'sha komissiya xulosasiga ko'ra har bir do'konchini faoliyatiga baho berganmiz. Mol-mulki qonun doirasida davlat hisobiga o'tkazilgan. Bularning ko'pchiligi allaqachon oqlanib ham ketdi. Ko'rdingizmi Badr? Avval o'zlari xususiy do'konlarni yo'qotish to'g'risida qaror chiqarishdi. Bu ishni aynan o'zimizga yuklashdi. Endi bo'lsa, bu ishni noto'g'ri qilding deb o'zimizni ayblab o'tirishdi. Xullas, mendagi yashirin ma'lumotlarga qaraganda, o'sha tergovchi sizlarning ustingizdan ma'lumot to'playdi. Bu har qanday kutilmagan qarorga kelishi mumkin. Shuning uchun suddagi, tergov jarayonidagi barcha hujjatlardan o'zlaringizga nusxa olinglar. Ayniqsa jabrlanuvchi yoki guvohlar tushuntirish xatlarida. Ular hujjatlarni soxtalashtirishdan ham toymaydi. Tushunarlimi? Tushunarli. Sizlarga javob. Zarur bo'lsa, yana ko'rishamiz. Hozircha qayt. O'zingizni ehtiyot qiling, ustoz. Ehtiyot bo'ling. Badriddin Sharipov. Hammasi shu yerda ekan-da. Bu nima deganingiz? Siz ko'p ishlarga aralashib qolgansiz. Nima qilganingiz? Olib keting. Bu qanaqangi hurmatsizlik axir? Qarshilik ko'rsatmang, olib keting. Sudlanuvchi Sharipov, siz o'zingiz sodir etgan jinoyatlarni tan olasizmi? Hozir prokuror aytib o'tgan hamma jinoyatlar to'qima. Men o'z ishimni qonun asosida bajargan. Hech qanday jinoyatni tan olmayman. Tan olmasligingiz aniq. Ammo qo'limizdagi faktlar hammasini isbotlab turibdi. Siz hali buyurtma bilan yozdirib olgan
yolg'on ko'rsatmalarni fakt deb o'ylayapsiz. Siz o'z ishingizga adolat nuqtai nazaridan qaramayapsiz. Siz o'zingiz maqsadingiz yo'lida topgan har bir holatni adolat deb hisoblayapsiz. Bu harakatingiz bilan kechirasiz-ku-ya, kasbimizga dog' tushiryapsiz. O'rtoq Sharipov, siz bugun bu yerda sudya ham, prokuror ham emassiz. O'zingizni bosing. Nima, bizni qonunchilikka o'qitmoqchimisiz? Men hech kimni o'qitayotganim yo'q. Kasbimizni talabini eslatyapman xolos. Bas. Yetar o'rtoq sudlanuvchi. Bunaqa ma'ruzalaringizni choyxonada qilasiz. Siz bizga ayting, Qorako'l terisi savdogari Zokirboyevni sud qilish jarayonida nega qo'llab yubordingiz? Bundan qancha pora olgan edingiz? Qanaqa qo'llash? Qanaqa pora haqida gapiryapsiz? Axir bu ishlarni hukumat ko'rsatmasi bilan bajardik-ku. Avvalo hukumatning o'zi xususiy savdoni yo'qotishga qaror chiqarsa-yu, uni ijro qilib, endi ishbilarmon arzi uchun biz javob beramizmi? O'rtoq sudya, agar siz yo'qotib yuborgan bo'lsangiz, ishdagi hamma materiallarni taqdim etaman. Hamma ish qonun asosida bajarilgan. Zokirboyev masalasiga kelsak, u millatimizni ziyoli boylaridan, bizdagi teri va qorako'lni Liverpool birjasiga qo'ygan odam. Ko'pchilik u haqida yaxshi fikr bildirdi. Men ham uni yoshini, obro'yini, xizmatlarini hisobga olish kerak degan fikrni bildirganman xolos. Men u kishi bilan faqat sud, tergov zalida ro'baro kelganman. Ishonmasangiz o'zidan so'rang. Siz o'zingiz uchun javob bering. Bilaman. Bugungi sudda siz uchun meni javoblarimni, keltirgan dalillarimning ahamiyati yo'q. Chunki siz janob Ginsburg chizib bergan ssenariy asosida ish tutyapsiz. Garchi ming bora inkor etsangiz ham, bugungi sud qarorini allaqachon yozib bergansiz. Faqat uni tasdiqlash qolgan xolos. Ochig'i men bunday noqonuniy sud tergoviga javob berishdan bosh tortaman. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy sudiga shikoyat qilaman. Marhamat. Shikoyat qiling. Shikoyat qilib qayergacha borar ekansiz? Ko'ramiz. Marhamat. Hurmatli sud raisi va sud a'zolari, 7 kun davom etgan sud tergovida 50 nafardan ortiq kishi so'roq qilindi. Oliy sud bilan kelishuvga muvofiq sud bir haftadan so'ng Buxoro okrug sudida davom ettiriladi. Badriddin Sharipov ishiga bag'ishlangan dastlabki sud majlisini yopiq deb e'lon qilaman. Ma'mur, sudlanuvchini olib keting. Kattaqo'rg'on prokuraturasida otam bilan birga ishlagan bitta odamni ko'rdim.
bu ish maxsus uyushtirilgan dedi. Otam oliy sudga ariza yozibdi. Qolgan sudlanganlar ham shunday qilishibdi. Bu ish qayta ko'rilishi mumkin dedi u, bobo. Ishni qayta ko'rilishiga ishonaman. Chunki masala xususiy mulk ustida. Odamlar yillar davomida mashaqqat bilan yutgan moli davlatini osonlikcha davlatga topshirib qo'ymaydi. Agar hamma moli mulk hukumatga o'tsa, talon-tarojlik boshlanadi. Ular juda ham kalta o'ylashyapti. Bobo, sudda qatnashganlarning og'aynilaridan ham gaplashdim. Birorta jabrlanuvchi yoki guvoh men Sharipovga bir narsa berdim demagan. Bilaman, bolam, bilaman, hujjatlar bilan ham tanishdim. Buyurtma ishlari hujjatlarda qayd etilmaydi. Yoki aksincha qilib yoziladi. Bularning hammasi o'yin. Otajon, siz, biz ko'pchilikmiz. Siz, onam, ukam, Jirdoyev akamning bolalari ham bor. Hammamiz o'sha sudning kattasiga borsak bo'lmaydimi, a? Bizga ham e'tibor berishar. Axir akam hech kimdan pora olgan emas-ku. Qizim, qanaqa e'tibor? Masala sudda ko'rilayotgan ish ustida akangga pora olish aybi qo'yilganida emas. Masala sal chuqurroq. Demak, sobiq sudyaning aytganlari rost ekanda, bobo. Nima degandi u? Uning aytishicha, inglizlar razvedkasi Turkiston ziyolilarining ko'pchiligi musulmon davlatlari vakillari bilan aloqa qilayotgan emish. Ular ana shu holatni Maskovning kattalari qulog'iga quygan. Muxtoriyatga intilishimizning barbod bo'lishining sababi ham shu ekan. Turkiston ziyolilarining ko'pchiligiga, otam kabi sudya va prokurorlarga pinhona hujum boshlangan emish, bobo. Barakalla o'g'lim. Otang kabi keng fikrlaydigan bo'libsan. Imperatorga qarshi kurashda jadidlarni o'zlariga ko'makchi deb bilgan bolsheviklar bugun jadidlarni nazarimda otang ana shu nazoratdagi odam bo'lmasa unga bu qadar tuhmat qilishimiz. Hiç olmazsa Xudoga yetar gunohlar. Badriddin bolam, sen judayam sog'indim bolam, sog'indim. Xudoga g'ayrat ishtonni bola tug'magan. Mingina bolam, oyijon. Bas! Yetar endi. Hadeb didiyo qilaverasanmi? Hozir sen bilan meni arzim kimga ham yetardi? Ichkariga kiringlar.
Jadidlarga el nima uchun ergashadi? Chunki ular el dardini, xalq dardini juda ham yaxshi bilishadi. Hammasi ilmli, ma'rifatli odamlar. Xalqim ilmli, ma'rifatli bo'lsin deydi. Xalqini ilmli, ma'rifatli bo'lishi yo'lida kerak bo'lsa jonini ham fido qiladi. Xalqini jaholatdan, paloqlikdan olib chiqish uchun jonini ham fido qiladi. Jonini ham fido. Yuragimda bu dard, vujudimda bu dard. Hasratim dunyoga sig'mayapti, bolam. Seni yana bir bora bag'rimga bossam armonim yo'q edi, Badriddin. Onang bilan seni juda ham sog'indik. Tezroq uyga qayt. Diydor qiyomatga qoladigan bo'ldi, o'g'lim. Qiyomatga qoladigan bo'ldi. Badriddin Sharipov, siz o'z aybingizga iqrormisiz? O'rtoq sudya, agar adashmasam men 5-marta shu savolingizga javob beryapman. Yo'q va yana yo'q. Men hukumat va xalqim oldida hech qanday ayb ish qilgan emasman. Mana bu prokuror Ginsburg yozib bergan ayblovni o'qib bergan holatlarining hammasi to'qima. Meni obro'yimni to'kish uchun atayin o'ylab topilgan. O'rtoq sudlanuvchi, siz bu gapingiz bilan hukumatning butun boshli adliyasiga tuhmat qilayotganingizni bilasizmi? Bu gap sud protokolida qayd etiladi. Boshqa hamma harakatingiz foyda bermagach, endi har bir gapimdan xato izlayapsiz. Butun boshli tizimga tuhmat qilyapsan deysiz. Xo'sh, aytinglarchi, sizlar mana bu harakatingiz bilan butun boshli tizimga tuhmat qilmayapsizlarmi? Menga qarang, Sharipov. Siz majlisda emas, sudda javob beryapsiz. Falsafangizni yig'ishtirib, savollarga aniq javob bering. Men davlatni emas, sizlar kabi nodon hamkasblarim qilayotgan ishlarga e'tiroz bildiryapman. Men avvalgi sudda ham, bugungisida ham gapingizni bo'lmadim. Bu yerda o'tirganlarni nuqul savodsiz va adolatsizlikka chiqaryapsiz. O'rtoq sudlanuvchi,
Hamma ishni boshida nega turibdi deyapsiz? Lekin bir savolimga javob beringchi. Sho'ro islom uyushmasiga jadidlarga yordam berganingiz, Sudya Saydullo Qosimov, Adliya xalq komissari Adhambek Mavlonbekov bilan birga til biriktirib, hukumatga qarshi ig'vo qilganingiz ham tuhmatmi? Suhbatingiz mazmuni yozilgan protokollar bor. Maraz! Xo'sh, Mana bu savolingiz asl maqsadingizni ko'rsatib turibdi, janob prokuror tergovchisi. Siz aytayotgan odamlar malakali huquqshunos sifatida tan olingan. Ular davlatga qarshi hech qanday ig'vo qilgan emas. Sud tergov jarayonida atayin xato qilgan hamkasblarimizni ochiqchasiga tanqid qilishga, qarorlarini qaytarishga. Siz bizning ishimizga emas. Siz bizning ishimizga emas. Millat fidoyilarini o'zaro munosabatiga baho beryapsiz. Bir-birimizdan o'rgansak, bir-birimizni hurmat qilsak, davlatga qarshi ig'vo bo'ladimi? Talab qilaman o'rtoq sudlanuvchi. Bugungi jinoiy ishga davlat siyosatini aralashtirmang. Aks holda sizni gapirishdan ham mahrum qilaman. Siz meni allaqachon hamma narsamdan mahrum qilib bo'lgansiz. Mana bu gaplarim ham mana shu zaldan tashqarida eshitilmasligini ham bilaman. Lekin men bir narsaga ishonamanki, bir kun vaqt kelib bizning ishimizga, meni faoliyatimga odilona baho beradigan odamlar topiladi. O'sha kun albatta keladi. O'sha kun albatta keladi ona. Falak chaqsa boshlarga chaqchaq. Tosh chidolmas. Ona chidaydi. Agar kelsa ochlik yo'lini sher chidolmas. Ona chidaydi. Agar tashnalik bag'rini qilsa O'g'ing demas ravo. Gar joniga yetsa ham zavol. Agar farzand chekar bo'lsa, hamma chidar. Chidolmas ona. Yaxshi kunlar albatta keladi ona. Xavotirlanma. Sovet davlati kimga qanday baho berishni yaxshi biladi. Men davlatni emas, ayrim hamkasblarimni nazarda tutyapman. O'rtoq sudlanuvchi, sizni oxirgi marta ogohlantiryapman. Bu sud majlisi asosli faktlargina muhokama qilinadi. Tushunyapsizmi? Asosli faktlargina. Qarang, asosli faktlar muhokama qilinadimi? Tushunmadingizmi? Asosli faktlar. Xo'p,
unda marhamat, asosli faktlarimni muhokama qiling unda. Qanaqa asosli faktlar ekan? Xo'sh, Siz unda yo'q edingiz. Lekin hozir sudda ishtirok etayotgan Ma'minov janoblari qatnashgan edi. Agar qalbida zarracha adolat bo'lsa aytsin. Tushunmadim. Nimani aytishim kerak? Siz nimani aytishni bilmaysiz. Chunki bu o'yinlaringizni ko'plab hamkasblarimizga qilgansiz. O'shanda men tergovchi edim. Jinoyatchidan pora olganlikda ayblan meni sud qildingiz. Faqat men qonunni yaxshi bilganim va jinoyatchini aniq ko'rsatmasidan keyin aybim yo'qligini tan olishga majbur bo'ldingiz. O'shanda men odamgarchilik yuzasidan sizni sudga bermagan edim. Xato qilgan ekanman. Biz unda murojaatlar fakt bo'yicha ish yuritganmiz. Siz o'zingiz yozdirib olgan fakt bo'yicha ish yuritmoqchi bo'ldingiz. Meni giyohvandlikda ayblamoqchi bo'ldingiz. Umrimda ko'rmagan ayolni zo'rlaganlikda ayblamoqchi bo'ldingiz. Agar qalbingizda zarracha adolat bo'lsa ayting, yoki bu ham fakt bo'yicha ishmidi? O'rtoq sudya, agar ruxsat bersangiz men ham ikki og'iz gapirsam. marhamat. Faqat o'zingizga qo'yilgan prokuror o'qib eshittirgan ayblov xususida gapiring. Aks holda hech kimni eshitmayman. Mavjud materiallar asosida hukm chiqaraman. Sharipov ham, men ham o'qimishli oilalarda o'sdik. Kasbimizdagi barcha kichik vazifalarda ishladik. Bilimimiz, halolligimiz, oqilona ish tutganligimiz uchun okruglarda prokuror, sudya bo'ldik. O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi, prokurori bo'ldik. Agar biz millatimizga, xalqimizga ozgina xiyonat qilganimizda edi, biz bu darajaga erisha olmasdik. Biz millatimiz uchun xizmat qildik. Buni albatta inobatga olishingizni so'rayman. Ayniqsa Sharipov millatimizning yetuk ziyolilaridan hisoblanadi. O'rtoq sudya, hisobga olishingizni so'rayman. Sudlanuvchi millatchilik kayfiyatidagi odam ham ekan. Sovet davlati o'rniga millatiga xizmat qilgan ekan. O'zi aytyapti. Siz millatchilik bilan millatparvarni aralashtirmang. Agar hamma millat o'qimishli, bilimli bo'lmasa, davlatingiz qudratli bo'la olmaydi. O'zbek millati ham shu davlat xalqi begona emas. Bas. Yetar o'rtoq sudlanuvchilar. Hali xabaringiz yo'q shekilli. Bugun sizni aksil inqilobiy harakatingiz uchun sud majlisida muhokama qilyapmiz. Boshqa hamma harakatingiz foyda bermagach, endi ana shu aybni yelkamizga ilmoqchi bo'lyapsiz. Oliy sud hammani oqladi, ozodlikka chiqardi. Lekin meni qamoqdan chiqishimda sizlarning kirdikorlaringiz ochilishi xavfi bor edi. Shuning uchun hamma ozod etilgan bo'lsa-da, Oliy sud qaroriga zid ravishda bizni hibsda ushlab turibsiz. Sudlanuvchi Sharipov, tarixni kavlaganingizdan foyda yo'q. Sizni aksil inqilobchi ekanligingiz isbotlangan. Salom. Bosmachilarga xayrixoh bo'lib, ularga qurol-yarog' yetkazib berishda qatnashgansiz. Siz bu ishda hamkasbingiz, sherigingiz Saydulla Qosimov bilan til biriktirgansiz. Bu galgi urinishingiz foydasiz. Buni bizda davlat to'ntarilishiga harakat deyishadi. Biz dushmanlarga shafqat qilmaymiz.
xonadonimizni bu qadar musibatlarga duchor etding. İçharalarning kuysin, uylari kuyib ketsin ilohim, kuyib ketsin. Onajon kuyinmang. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Sen aytayotgan o'sha haqiqat qachon keladi? Bu quruq haqiqat, bu hayotni butun qiladimi o'g'lim? Yo'q. Bobom va buvim ma'rifatli, bilimli inson edilar. Ko'rdingiz-ku, janozalarda butun atrof yig'ildi. Toshkent va Farg'ona, Samarqand va Qarshidan odamlar keldi. Otam ham ilmli inson, irodali inson, mana ko'rasiz. Hali o'ziga qo'yilgan hamma aybni yo'qqa chiqaradi. Hali otam qaytib keladi, ona qaytib keladi. Ana endi imkon bo'lsa, yonlariga borib dalda bo'lasan. Bu ne ko'rgulik? Suyukli farzand tuhmat balasiga giriftor bo'lib, o'z ota-onasini qabrga qo'ya olmasa. Otangizga hatto ularni vafot etganini ham aytishmagan. Otamdan ekan. O'qisang-chi bolam, o'qigin. Bu xat qo'llaringga tegadimi yo'qmi bilmayman. Men bu xatni Rusiyaning Volga shahridan yozyapman. Bu shahar turmasida birov bilan dildan suhbatlashish, xat yozish mushkul ekan. Har qadamimiz nazoratda. Ayniqsa nemislar urush boshlaganidan beri ruslar har birimizdan yanada hushyor tortib qolishgan. Hatto muddati tugaganlarni na ozodlikka chiqaradi, na frontga yuboradi. Bu yerda menga o'xshagan beayb millatdoshlarimiz anchagina ekan. Ular orasida olimlar, shoirlar, yozuvchilar ham bor. Huquqim uchun kurashda bo'lgan taqdir mendan muruvvatini ayadi. Qasd qilgan hamkasblarimga qudratim yetmadi. Men hayotim davomida eng avvalo millatimizga, yurtimizga, kasbimizga zarracha xiyonat qilmadim. Farzandlarim, ota-onam eson-omonmi? Men ularni juda sog'indim. Ularni asranglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Netoy millat uchun fido bo'lish chekimizga tushgan ekan, men bu hayotimdan roziman. Hali mavridi keladi. Xalqimiz hammasini toshu taroziga qo'yib baholaydi. Bosqinchini ham, fidoyini ham bahosini beradi. O'sha kunlarga yetkazsin sizlarni. Vaziyat kundan kun og'irlashib boryapti. Sog'lig'im ham ilgarigi kabi emas. Sezyapmanki, sizlar bilan ko'rishish nasib etmaydi. Mabodo jonim uzilsa mendan rozi bo'linglar. Alvido. O'z qo'lim bilan 1943-yilning 5-sentyabr kuni yozdim. Badriddin Sharipov. Samarqand
okrug sudi sudlanuvchi va guvohlar ko'rsatmasi hamda mavjud materiallarni muhokama qilib qaror qiladi. Sudlanuvchilar Olimov va Musabekov 10 yilga ozodlikdan mahrum etilsin. Davlat siyosatiga qarshi harakatlari, bosmachilarga ko'rsatgan yordami uchun Badriddin Sharipov, Saydulla Qosimov otuvga hukm qilinadi. onajon, singillarim, meni bobom va otamning iztirobli hayoti ulg'aytirdi. Endi men hech kimdan qo'rqmayman. Chunki men millat fidoyisining farzandiman. Otam va bobomning nomini albatta oqlayman. Albatta oqlayman. Menga oq yo'l tilanglar.
va qoloqlik girdobida qolib kelayotgan Turkiston xalqini dunyoviy ilm-fan, ilg'or kasb-hunarlar bilan qurollantirib, umumbashariy rivojlanish yo'liga olib chiqishdan iborat edi. Jadidlar tomonidan tashkil etilgan yangi usuldagi maktablar, teatr, kutubxona va muzeylar, gazeta va jurnallar, Turkiston farzandlarini chet ellarga o'qishga yuborish maqsadida tuzilgan xayriya jamiyatlari xalqimizni necha asrlik g'aflat uyqusidan uyg'otdi. Milliy ozodlik harakati uchun beqiyos kuch berdi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti